Jar sport majmuasiga ko'rib turganingizdek yuzlab fuqarolar tashrif buyurgan. Aholi muammolarini tizimli o'rganish va ularni bartaraf etish maqsadida bu yerda Ichki ishlar vazirining navbatdagi sayyor qabuli bo'lib o'tmoqda. Yurtdoshlarimizni o'ylantirayotgan masalalarga yechim topish hamda davlat organlari bilan aholi o'rtasidagi ochiq muloqotni yanada kuchaytirish maqsadida Ichki ishlar organlari tizimida muntazam tashkil etilayotgan bu kabi uchrashuvlar mavjud muammolarni qisqa muddatlarda hal etishga xizmat qilmoqda. Ichki ishlar vaziri general-leytenant Aziz Toshpo'latov rahbarligida bo'lib o'tgan navbatdagi sayyor qabulda vazir o'rinbosarlari, sohaviy xizmat rahbarlari hamda mas'ul xodimlar ishtirok etib, jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqish, ular yuzasidan amaliy choralar belgilash va har bir masalaga aniq huquqiy yechim topishga alohida e'tibor qaratildi. Sayyor qabulda Toshkent shahri va Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchi murojaatchilar rahbariyat bilan yuzma-yuz muloqot qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda boshqa viloyat hududlarida yashovchi fuqarolar esa videokonferens aloqa orqali qabulda ishtirok etib, o'zlarini qiynayotgan masalalarni bayon qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Jarayonlar ommaviy axborot vositalari tomonidan ham kuzatib borildi. Sayyor qabulni o'zi ochiq ekanligini o'zi odamga ishonch beradi. Lekin jurnalistlarning ham qiladigan ishlari ko'p ekan. Bu yerda o'sha odamlarga hatto sayyor qabullarga kelish madaniyatini, kelish tartibini menimcha ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Oldimga maqsad qildimki, mana shu sayyor qabullarni yanada chuqurroq, kerak bo'lsa o'sha yo'nalish bo'yicha, kerak bo'lsa o'sha qaysidir muammolarni juda ham soddaroq qilib tushuntirishga o'zimga qaror qildim. Tadbir yakuniga ko'ra jami 526 ta murojaat ro'yxatga olindi. Ularning 320 tasi yoki 61% qabul jarayonining o'zida ijobiy hal etildi. Qolgan 206 ta murojaat qo'shimcha o'rganish talab etilgani bois ijrosi nazoratga olinib, tegishli sohaviy xizmatlarga yuborildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar ichki ishlar organlari rahbarlari tomonidan tashkil etilgan qabullarda ham jami 440 ta murojaat qabul qilindi. Ularning 211 tasi, ya'ni 48% joyida hal qilingan bo'lsa, 229 ta murojaat bo'yicha qo'shimcha tekshiruv va huquqiy baholash ishlarini olib borish uchun tegishli choralar belgilandi. Yuqori Chirchiq tumani Buloqboshi mahallasidan vazir qabuliga keldim. Vazir qabuliga kirib chiqdim. Muammomni yechib berdi. Prezidentimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Menga o'xshagan boshqa fuqarolarning ham hammasini muammolari yechilayotganiga xursand bo'lyapti hammasi. Bugun men Ichki ishlar vazirini sayyor qabullariga keldim. Meni masalalarim ijobiy hal bo'ldi. Mana shunday sharoitlar yaratilganligi uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Sayyor qabullar aholi bilan davlat organlari o'rtasidagi muloqotni yanada mustahkamlash, fuqarolarni qiynayotgan muammolarga tezkor yechim topish hamda ichki ishlar organlari faoliyatining ochiqligi va samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu kabi uchrashuvlar kelgusida ham mamlakatimizning barcha hududlarida muntazam davom ettiriladi.